Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun 2026 yil 1-oyning 18 kuni. Bugun bizning Uyg'ur choyxona suhbatlari programmamizda intayin muhim va jiddiy bir tema suhbat qilindi. Yaqin kunlardan beri tor dunyosida va xalqaro taraflarda g'ulg'ul bo'layotgan Sharq Turkistondagi siyosiy besimniki, madaniyat qirg'in, irqiy qirg'inchilikniki naqadar inishki nuqtalargacha sig'ib kirganligini ko'rsatib turgan bir qism ishki materiallar oshkorlandi. Bularning ichida 75 xil asabiylik alomati va cheklangan 128 dan ortiq Uyg'urcha naqsh tizimlikida alohida diqqatimizni tortadi. Bu materiallarni tunjukilib dunyoga oshkorlagan va tafsil analiz qilib kelayotgan Qashqar vaqtining qurg'uvchisi siyosiy faoliyatchi Arslon apandimni bugun Uyg'ur choyxonasiga bu vaqtda naq maydon suhbatiga taklif qildim. Assalomu alaykum Arslon Hidoyat, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga naq maydon qatnashganingizga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alloh razı olsun. Meni mushta mehmon sifatida chaqirib shu to'g'risida suhbat qilishingiz va butun barliq xizmatingizni Janobi Haq Alloh razı olsun sizdan. Rahmat Arslon, sizdan Alloh razı olsun. Amin ishmaydi. Yani biz ilgari anglaydiq vatanda anda nima cheklanibdi, manda nima cheklanibdi, u bu degandek gaplarnikini. Lekin bu qatorsi tunji qatim Qashqar vaqti mediasida buning tafsilotini nihoyatda inchkilik bilan anglatdingiz. Bu ikki temaya cheklangan naqshlar asabiylikning 15 xil alomat haqida narsani tafsili anglab chiqdi. Biz bu programmaga kirishdan ilgari eng oldi bilan o'sha Qashqar vaqti mediasi haqida bir to'xtab boqaylik. Bu Qashqar vaqti mediasi qachon qurildi, nima sababdan qurildi qisqa tushunib bergan bo'lsangiz. Buldur Allah razı olsun. Biz qisqa tunishtirib o'tiramiz, anonib qolibmiz. Men ekranimizga tunji qatim chiqishingiz o'g'ashqa. Albatta. Xo'sh. Albatta bu Qashqa vaqti rasmiy mushu 2025-yili 4-oyning 30-i qurilgan. Rasmiy Amerikada anga ilingan bir shirkat. Ommaviy tashkilot emas, xabar ishlaydigan shirkat, tamamen mustaqil, hech qanday bir davlatga bog'liq emas. Buning muhimligi masalan, mushuni aniqlab beray, ayolimiz ikkimiz birga qurgan shirkat bu. Mushu bilsiz, ayolim asli kasbiy mushu Erkin Asiya radiosida 5 yil ishlash jarayonida nurg'un masalan ba'zan cheklamalar deymiz, ba'zan mush narsa uchrab qoldi. Her zaman şu ishlash jarayonida bir planimiz bordi. Bu esingizda bormi, shu Talkies Turkiston podcastimiz bordi. Mustaqil rasmiy podcast ya da ovozliq emas, rasmiy shu vatanning ichidan xabar olib turib, hech qanday cheklama uchamay turib, ya Amerika ya G'arbning hech qanday davlatdan ya Turkiyadan bir cheklama uchamay turib, bir xabarlarni ishlasak deb mushu bahona sabablar bilan qurdik. Shuningga mencha hozir mushu Qashqar Times'dek hozircha unda bir media yo'q. Bizning alaydiligimiz, bizning asosiyatimiz biz vatan ichidan xabar taqdimiz, vatan ichidan xabarni bizga xabar yetkazadigan mayli Sharqi Turkistonning ichida bo'lsin, Xitoyning ichida bo'lsin, ba'zi insonlarimiz bor deyli. Uni oshkorlashning hojati yo'q, chunki u bek muhim. Shuningga boy degandek, shu biz yillardan beri masalan temaga kirgan chog'da davatimiz, masalan, nurg'un insonlardan deymizku, masalan, assalomu alaykum cheklandi, namoz cheklandi, soqol cheklandi, hijob cheklandi degan chog'da buni manbasi nima? Manbasi Xitoy hukumatining o'zi, Xitoy hukumatining to'ri, masalan, 2013-14larda bu 75 asabiylikning turlari 2013-14larda Sharqi Turkistonning ba'zi rayonlarida yo'l qo'yilgan. Mush ism ishlatganda 2017-yil rasmiy bütün Sharqi Turkistonning hamma yerda hamma narsa cheklanganda, ammo men birinchi qitim bir ma'murning og'zidan ilinyapti-da. Masalan, siz diqqat qilgan bo'lsangiz, bu bir restoranda ilingan gapda, qayta ta'kidlab, masalan, muhim mushu meyitlangan naqshlar bo'lsin va yoki mushu asabiylikning 15 turi davati oson. Buning qiziq yeri mayli naqshining masalan, naqshining alayida nimasi siyosatga bek aralashib ketmaydigan va yoki analizni tushunmaydigan insonlarmi voy men Uyg'ur degan mushundoq naqshini bildikanman-ku va yoki odatdagi ota ona vatanmi deb ketmaydi, tog'
bo'ylar degandekcha hammamiz tushgan 7dan 70 yoshgacha tushunadigan naqshlarni tova mushunimi cheklandi deb hayron qoldi bizni. Qo'shimcha masalan bizning millatning ichidami din bilan ancha aloqasi bo'lmaydigan insonlarimiz bor. Assalomu namoz o'qimaydigan yoda hech qanday din bilan aloqasi yo'qda, lekin o'zini musulmon deydigan. Lekin u din bilan aloqasi bo'lmagan Uyg'urlarimizmi chuqum ko'rishgan chog'da assalomu alaykum deydi, Xudoyimga omonat yoda Allohga omonat deydi. Chuqum yemekdan keyin duo qildi. Bu bizning millatimizga singib ketgan narsadir. Illa atalmish dindor bo'lish bo'lmaslikning bir hojati yo'q. Shuninga bu nihoyatda bizning Uyg'urlarimizning ishidami hayron qoldirdi hammamizni. Rahmat, menmi tunigan bu bir kun vaqtini chiqarib bu haqda nimani ko'rdim men. Ama Facebook nazarib bu haqda o'zimning o'ylaganlarimni yozdim. Bu cheklangan naqshat nimasini anglab men hayron qoldim-da. Aslında her jarayan oliy maktabga yangi borgan mezgillarimizda yurtliqlar o'ltirishyapti, saboqdoshlar o'ltirishimiz bo'lyapti. Undan boshqa yotoqlarda bolalar yig'ilib saboqdoshlarimizning orasida gitar chaldigan, dudlar chaldigan, naqshlagan bolalar bo'lyapti. Shular pat o'tirib turibdik. Naqshlar naq ash mezgillar anglab kelayotgan naqshlarımızda nurg'un naqshlarnikini. Aşlı anglash jarayoni ko'rib tova bu Xitoy hukumati butun Uyg'ur naqshlarini cheklabdi-ku deb anada 128 dan ortiq naqshlarga ipin qildi ishtaqqa animada. Endi aşlı davatlik amaliyotga qarasak u iliqi vatanni ko'ylaydigan, millatni ko'ylaydigan emas, ota-ona urug' tuqqanni ko'ylaydigan, qiziqonlar bir-birisiga bo'lgan mehr muhabbatni ifodalaydigan aşındaq butun naqshlarni hammasi cheklab teglikda uningda. Ana aşağı davatgan narsa bu iliqi nima nerede bo'lgan Yangi Sada Yangi Sada qarasharga radio anglayotgan narsa. Uni anglash jarayonida bizim kichik vaqtlarimizda, noilarimizda hali xalq radiolarini anglab aytganda hech to'xtamay birgan ashdak shu hissiyot qolib qoldi-da, shu nimalarnikida. Ana anada da'vat qildi, mana qaysi naqshi deysa, azaqazan burundan anglab kelayotgan naqshi va tizimini obda yozish ana diqqat qilish deb askar tutyapti bu narsanikida. Ana qisqa naqshani anglabdi. Shuni o'tirib men butunlik shu oliy maktab hayotimdan tortib hamda uni oldin mesela to'lg'otda o'qiyotganlar chiqib naqshbandni anglab ketmaydi. Ko'pincha oliy maktab hayotimiz ko'proq boshlandi ekan. Shu mezgillardagi oliy maktabdagi hayotimiz, xizmat chiqqandagi hayotimizdagi ayda har xil nimalarda anglab kelgan naqshlarımızın asosiy hammasi chekinibdi. Demakki hozir Xitoy hukumatiniki ashdan qaragan vaqtida Uyg'urlarning naqsh musiq anglashdimi? Yana o'zi ona tilidagi naqsh musiq anglashdimi? Butunlay mahrum qoldi desak bo'lamdi boshlangan chiqayda mazmunlar qaraganda. To'g'ri, siz abi degandek shu 120 dan ortiq naqshi cheklandi, lekin oxir qarasangiz deydiki, masalan, ta'lingizni sinamang. Mushuni o'xshab qoldigan, mushta mazmundagi naqshlarnimi anglag'ili bo'lmaydi. Shuning bu nim demak? Har qandaq va bodlar o'zimga ish topmay, Uyg'urcha naqshlar bo'lsa, telefonimga tushamay, hech qanday narsaga avatmay deb men ishonamanki, agar mushuni musha yo'l qo'yayotgan bo'lsa, hozir bizning vatanimiz Sharqiy Turkistonda 1000 Uyg'urning telefonida yoda kompyutersida 1000 Uyg'ur naqshi yo'q deb o'ylayman. Shuni men his qildim. Aslında hammasi temiz ayrim tushundiribdi. Hani bu yer hammasikin deb bo'g'ilmaydi. Endi haqlashda tushirib qolib qolsa, yana ishda o'ziga bir oqibatni yaxshi bo'lmaydiganligini signal beryapti-da hamda. Undan boshqa 149 odamning telefon tekshirgandan keyin bormi shu ishda-ku? Mesela shu yangi sonning o'zi 149 ming. Shu tekshirish olib beribdi. Anizi 3 tal o'rnak beribdi. Qandaylar uchirg'ini degandek. Shuni aytdi, ichinishlik bir ahvol. Buni hozir eng yangi ahvollarda biz burun masalan nurg'un mayli tashkilotlar bo'lsin deymiz. Necha yilning ilgari xabarlarni qayta ta'kidlab davotur, lekin men yangi mazmunlarga diqqat qilish kerak hamda. Shu masalan diniy jihatdan bo'lsin, hozir burunqidek islomni xitoylashtirish degan u ishlar tugdi. Onun bilan aplashmaydi-chu hozir. Chunki Uyg'urlar hech bir zaman musulmonmi desa, masalan, asabiylikning yana bir turi nima? Assalomu alaykum deyish, assalomu alaykumni deyamaslik. Shu ba'zan diqqat qilsangiz, nurg'un ba'zi turk qarindoshlarimiz YouTuberlar va yoki Taha Qilinch degandek, yozuvchilar degandek, ba'zi assalomu alaykum desa, yaxshimisiz deb javob beryapti-da. Chunki assalomu alaykum desangiz bo'lmaydi. U degan cheklangan.
Shuning bilan mush narsani masalan shikir o'lkalarda ba'zi musulmonlarmi beryotidi. Ochiq deydi. Yunnanda, Shiyanda, Ningxia islom yo'l qo'yuqliq. Hmm. Ammo ularning tilida masalan Hmm. Shinjongda yo'l qo'yuqliq emas deb haqiqiy mushu g'arbdan borgan musulmonlar buning farqini bizga aytib beryotidi masalan. Hmm. Aka bu asabiylikniki devata 75 xil demasdan eng tipik 15 xilni bir oshxonada hozir tushlik tomoq vaqti deydi. Shunaqa Mhm. anglitayotgan shu bir ya partkom bir idornik bo'lamdi, ya bir ya ma'lum komitet bo'lamdi, shu partkom yachaykisini nimasi o'xshaydi deb qolib qoldi menda. Mhm. Uni anglash jarayonida men shu Aqsu pedagogik o'qish bo'lgan mezgillarimdagi bizning maktab sekretari ilmiy bilimniki boshliqlarniki anglatgan nimalari o'shadan asabiylik deb bunda bir gapni anglamaydiq, lekin ko'p diqqat qilinglar. Mushu xalq o'qituvchisi bo'lgandan keyin sizlar o'qituvchilarga xos mushu sotsializm degan o'qituvchilar qo'shiniga nimasini hozirlanglar, qo'ymanglar, uni buni do'rab soqol qo'yolmanglar, soqolni tushirtinglar deb hatto menmi burtimni tushirayotganda maktabda majbur ham o'qituvchiga bir ta'tilga qo'yib berish oz qolib qolganda ta'tilga kelgan maktab butun o'qituvchilar chuqur soqol burtni pak pak tushirtish kerak, hech kim soqol burt qo'yish bo'lmaydi deb. Aniq Mhm. ta'tildan qaytib kelib sinfga kirsam bola paraq paraq kulishib muallim kulayversin desam muallim sizlar faqat o'zingizga o'xshamay qolibdi deydi. Nimaga o'xshamay qolibdiman men desam sizlar bir yeri bir qandal turdi nima bo'libdi desam burtlar shular yarashdi elitli burtlarni deydi. Men eliyotmadim yuqoridan uqtirish keldi uqtirishga bo'ysunmasak bo'lmaydi ekan. Buduq ana mana mushlar avvallar biz shu mezgillarda boshdan kechirgan nimalarda masalan nazr chiroq bo'lib qolsa biroz o'ylab ketib qolib qolsa bizda oqmoqlarga ishlayotg'u oqmoq Mhm. bo'lmaydi do'ppi kiysanglar bo'lmaydi faqat shu bir kunlar deb shundoq nimalar borda u narsanikni shu asabiylik nimasidami assalomu alaykum siz degandek hozir nurg'un narsalarni ishlasanglar bo'lmaydi deb nima qildi undan boshqa ba'zi bir qism futbolchilar nima deymiz harakatchilar va yoki alohida nimalar shikir o'lkalarga borib ularniki ba'zi soqol qo'yib qilish alohida emas deydi shunaqa qonunda Mhm. lekin Hatta alayda masaldan bekerek deydi. Masalan, çolpanlarımız deydi-de. Qaysi çolpanlarımız? Atalmış Şinjan Uyghur Abdurrahim'de emas. Şirdeki çolpanlarımız. Demek Şikirdeki bazı bir kısım Uyghur çolpanlar, bazı doyunlu körümüz azırak bunda sakal burutları var. Ama yanıla bizim vatanimizde bu sakal burut yanala çeklengen deyen gapda. Aşı bir rayonun o'xshamasligini shu yerda bir pash qilib bergan bo'ldi bu yerda. Shunaqa. Anaqani mushuning ichida sizga siz uni tafsili ingliz tilga tarjima qilib hamma nima qilibsiz. Mushu eng g'alit tuyulgan moddalar, qaysi moddalar bordi? Amaliyotda bu yerda meni eng hayron qoldirgani buni ochiq deyalishchi. Chunki uzun zamondan beri buni hech kim yo videoda yo ovozliq demagandan keyin ba'zan bizmi shubhalanib qolamiz. Ko'rmagandan keyin, anglamagandan keyin masalan bir qism Uyg'urlarimizmi vatanga qaytyapti degandekchi. Nima uchun? Chunki yo xabar ko'rmaydi, yo u yerda bir qism o'tib ketgandi degandekchi. Masalan, menmi juma xutbalarimda mushu ahvollarimizni essak, voy bu ishtig'i davom qilyapamdi debchi, ya'ni mushunchalik emasdi deb. Shuning bilan mishada eng hayron qoldirganim, ya'ni ko'sko'ja Çin davlati demdi hamda Xitoyga, Amerikaga tang kelaoladigan bir Çin Xitoy hukumati, ya'ni mushunchalik narsaga imkon bo'lsa, yana birisi bizning Uyg'urlarimizda tig'i u darajada tig'i albatta kontrol qilinliq, albatta besim bor, lekin yana oshningdinmi azroq bir milliy tuyg'ulari qaytadan o'tirg'a chiqmasin, hamda ichimizda bor. Lekin shunday bo'lsa, mushta orqali bular yana qo'zg'alib ketadi, bular yana jonlanib ketadi deb mush orqali besim qiliqda azroq miyada Uyg'urlar xush bo'lsin deb deganim emas. Lekin demakki, shu naqshidimi bir tahdid his qildi ekan bular. Azroq bir umid berdi, lekin yana birisi chiqib bolamiz ig'ir o'zgargani yo'qchu. Ba'zi insonlarimiz irqiy qirg'inchilik tugidi va yoki besim tugidi deydilar. Mushdimi bu yangi men naq aychislarni beramayman, lekin mushu bir yilning ichida chiqqan ovozda bu mush tova mushunchilikmi davom qilib o'tibdi deb insonlarni hayron qoldirdi.
Shunaqa hozirgi bu narsa e'lon mush yilning ichida chiqdi sizga. Ya'ni biz 2014dan boshlab bu narsalarni biz gazetlarda ko'rib kelgan. Shunaqa xabar eshitgan nimalarda yo Erkin Hı hı. radiosi xabarlarda ko'ryapti. Hisobda bu 10 yildan keyin qo'lingizga tushdi degan gap shunaqa bu narsalarnikini. Hı hı. Buni aniqlab qo'yay, bizda har yerdan uchir keldi, lekin bo'pmi mushu ikki ovoz, mushu Abduvali Ayıp apandi bizga yo'llab berdi. Hı, Lekin yo'llab bergan taqdirda nurg'un medialarga yo'llabdi. hı, Lekin bu yerda presentation masalasi borda. hı, Mushu AP'ga chiqdi, dastlabda mushu masalasi bor naqshlar. hı, Lekin unchalik to'liq va aniq yozilmagan uchun mazmunlarini qarasangiz, shu AP'ning original xabarini aqtirib baqsangiz bo'ldi. Shunga hı, Abdullah Akashqa futur yazdım. Aka bu ovozning original manbasi yo'llab bersangiz desam, amaliyotda liqqida oltinda. Uning yana necha mazmun bor, necha hı, parcha inshaalloh yana ishlaymiz. hı, Bek jiq iliqi maxfiy gaplarni inshaalloh yana oshkorlaymiz. Shuninga mushta Abduvali Ayıp ma'lumdak va boshqalar lekin Xitoyning ishchidimi, vatanning ishchidimi yana bir shaklda xabarlarni ilyapti. Eee, ya'ni o'xshamagan shakllarda Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatlari bular davom qilg'iliq. hı, Eee, o'zimizning Uyg'urlarimi afsuski mushu mayli shu yerdagi chiqayotgan naqsh usul muzikalardan va yoki diniy erkinlik bor degan Xitoyning tashviqotlarini o'zimizning Uyg'urlarimi oldinib kelyaptir. Shunga diqqat qilsangiz, hı, garchi jiq inqos ilingan bilan mushu sosial mediada mushu ikki maqola to'g'risida yana unchalik emas. Agar 2 yilning oldida bu ovozga chiqqan bo'lsa, texim normalda teximi jiq inqos olalaydiq. Demakki, hı, yana nurg'un insonlar bu da'vodan damdiq va yoki mushu ishlardan zerikdimi, ancha xo'shaqmas bo'lib qoldimi, bir hı, xil normallashib ketib bordi-chu. hı. Boshqa yerda yuz bergan bo'lsa, bu ishlar bunday bir cho'ng xabarlar bo'ladi ya'ni. Cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Endi nima Yana yana bir qisdan bu yerda masalan, bo'pmi asabiylikning ichida masalan 45dan 55dan yuqori ayollarning qisqa ko'ynakning eee, ichiga ishton kiyilishi oshnonga esilibdi-da. Ya'ni shu yerda balki necha yil oldin ko'rdik mushu nimalarni Izdigan, ha. Ayollar eshitayotgan yo'q toyiblar kiyayotgan, esayotgan ha, ha. demakki mushu ish davom qilyapti. Bizning och singlarimizning yoki adalarimizning ya da opalarimizning u Xitoylik pochig'ini ko'rib nima ish qildi? Demak, mushinimi shu ovozda bor. Va ovoz. Bilammi? 45 ya'ni mushning taqilgandan keyin biz shu g'ururimiz shu qo'zg'alish kerak-chu asli. Hı, Mushu shamolliq kiyish kerak deb nim degan gap. Ya'ni bizni qip yalang'och ko'rgisi bor-da. Men hayron qiliqliq buningmi inqos en azondanchu bir narsa ko'zish kerak-da buningga. Am, mush narsani bak Xitoyning nimasini bilmak kerak? O'zimiz bo'lgan inkosiga men hayron qiliqliq. endi o nimada endi hozirgi albatta ozroq bir radioda bergan yangi sonlik radioda anglatdi bir ayolniki 30 necha minutlik nima bor ishlagan Amaliyotda gapingizga o'zatdim, u radio emas-ku, u rasmiy tashviqot videosi ekan-chu. tashviqot videosi U ekan. tashviqot videosini ko'rsatibdi, lekin u tarafini bermadik, ovozni kesyaptik, o'zimiz bermadik. Bu yerda nimadan texnologiya demdik, nimasidan tufayli faqat ovoz bilan beralabdi, asli ko'rinishi bor ekan. Shuningga biz AI bilan yasab, bu nimani ana shaklda berdik, texim insonlarning kallasi jonlansin debchu. Alhamdulillah, esingizda bormi mushu hozir shu talash tortish bo'lyapti mushu AI masalasida. Ba'zi mushu Xitoy tashviqotchilarining orasida bu AI deb ketdi-chu. Lekin hozirgacha diqqat qilsangiz, mushu naqshlar chiqyapti. Bizning Uyg'ur naqshlarni AIlashtirib, chiroyli mazmunliq balki sizmi anglagansiz. Hozir kam to'liq Uyg'urcha shaklda shu naqshlar aytilgan chog'dimi turkcha va yoki o'zbekcha anglab qoldi. Chunki AI texi Uyg'urcha tilni o qadar Ravan bir emas. g'alati kammidi. Yo'q. Hatto Google Translate, Google tarjima qanchinchi yilda chiqdi uqmayman. Google tarjimonmi 2 yildan oldin rasmiy Uyg'urcha til kirildi-da. Buningmi o'ylab baqsaq bizning tashviqot nimamizga foydali bo'ldi. Bo'lmasa ularmi voyma yog'an ovoz deyalaydi-da. Lekin mumkin emas u Qashqarchi shivini u yerda do'rab, u yerdagi
orqada paranglashayotgan telefonlarning ovozi Ovoz duyusi. olmaydi. Shunga AI jihatdan Uyg'ur tili taraqqiy qilmaslikning hozirgacha inshaalloh unchalik taraqqiy qilmas, lekin hozir bizga foydasi bo'ldi. Chunki ertaga balki bular yolg'onlarni yasab oldimi degandek hozir bunda sapsatlar yolg'on gapni chiqaramaydi bizga. Shunga bumi foydasi bo'ldi hisobda. Telefon tutarga yerlari ba'zi qusur gaplama bor. Nimada hamda. To'g'ri. Shuna bo'lganda hozir hamda bu sizlarniki bu Qashqar vaqti mediasida xabar ishlashda bu temalarni qandoq tanlaysizlar, ishlagan vaqtda nimalarga diqqat qilasizlar? Biz aslida aytdingiz, bu sizning butunlay vatan ishidan og'a ushurlarni siz ingliz tilida qilyapsizlar. Men ko'rib kelyapman. Yangi shunda yillik xabarlarni chiqarsizlar-da, undan so'ng videosizlar dalil isbot faktlar bilan o'tirib qo'yinglar. Yozma shaklda emas, konkret shakllarda hamda. To'g'ri. Bularni temiz qanday tanlaysizlar, ishga vaqt nimalarga diqqat qilasizlar? Boy degandek biz manbalarimizni to'liq aytolmaymiz, lekin masalan Xitoyning o'zining torbatlari, hukumatning torbatlari garchi unda uch yozayotmisimi, masalan avvaldak bu shu 75 xil asabiylikning turlari asosiyatni Xitoy torbatlaridan ilyotgan. Lekin burun arxivlab qolgan shaklda qolib qoldida ular bor. Lekin yanala shuning ichida gapning tagida gap deb. Masalan 9-oyda biz buni nimasini ishlatdik? 9-yo'q 10-oydami 9-oyda o'tgan yili Xitoyning Aqtash kitobini bir e'lon qildi. Ashning ichida ochiqdan ochiq hozir esimda yo'q, xabarni chiqarsak bir 400 necha education bases deydi. Ya'ni mushu tarbiyalash markazlari ochiq son u yerda ilinliq qanchalik bolalarni Sharq Turkistonda ishkir o'lkalarga yo'tkalgan iliqliq yana bir moddalar bor. Ashir ochiq ba'zilari bizmi o'zimiz diqqat qilmaymiz, lekin cho'nqurlab uzun dokladning ichiga kirib ko'rsak, o'zing zulmini dunyoga maqtagan kila tushuntiryapti u yerda. Son spirlar biladi. Yana birisi bir daraja Xitoyning torlarida Uyg'urlarimizga ma'lum darajada bir erkinlik bor. Shu yerda Uyg'urlarimizmi masalan pasport masalalarini pasportni olsanglar bo'ldi degan chog'da inkas rayonida qanda og'ir bo'ldi, men sinab baqdim va yoki Turkiyaga qo'yibdi degan chog'da o'zinglar berib kelinglar, bizga qanda oqibat bo'lganini o'zimiz bilamiz. Ashi nurun fuchirda u. Masalan biz Uyg'ur qizlari chiqib ketiradi ashada. Biz degan O'rta Osiyodagi arab davlatlariga yoki Afg'onistonga o'xshamaymiz, biz erkinlikka chiqdik deb opma o'xshash so'zmi so'z shu videolarda xuddi o'qiyotgandek ashta trend deymiz, moda bo'layotgan bir mezgillar bo'ldi ekanda, ashta opma o'xshash videolardan 100 necha 200 necha so'zmi so'z o'xshash ashta maqolani ishlab chiqdi. Men ashta modalarga trendlarga diqqat qilamiz. O'xshash tashviqotlarni-chu degandek nurg'un temalar bor. Uyg'urlarimizning o'zi anoniki nurg'un mushu Uyg'urlar Uyg'ur advokatlari bor. Uyg'ur advokatlari o'chiqdan mushu maqolam hammasi bizning Qashqar Times'da bor. Ko'rishinglarni tubanchada so'raymiz. Ashu ochiqdan cho'q mushu to'y qilganlarga mushu WeChat, Weixin gruplar ketilgan chog'da ortiqcha gap qilmanglar. İnsanlarning yot millatlar bilan to'y qilayotganini, u yerda nima ishlayotganini, nima kiyayotganini, nima yeyotganini demanglar. Bo'lmasa, bu bir jinoiy ishlar deb shu yerdagi Uyg'ur advokatlarimiz ochiqdan ochiq do'yin qo'yishlarni deb turadi. Burunqidek cheklaklik, lekin yana ba'zi gaplar yana ochiq davran ahvollar bor. Biz boshqa ish qilmadik, tarjima chiqyapmiz. Shuning bilan lekin buningmi masalan marketing qismi borda. Uni yozgan bilan hammadan yiziqni o'qishni xohlamaydi. Bir yerlarni kesib ap qo'yamiz. Bo'lmasa 30 sekunddan degandek, insonlarni shuni ko'rishga tashviq qilish. Masalan, ma'nodimi eng yaqinqi shu 15 xil asabiyning turlarini marketing qilgan chog'da 1 minutni bari, 1-2 minutni bari qolganini o'zinglar Qashqar Times'da anglab olinglar degandek shaklda qildi. Nurg'un temalar bor, ammo masalan hozircha masalan
odam soni deymiz, nimamiz yetmay o'tiradi, lekin birdan chiqarishga tirishyapmiz. Anaqa shu nimalikı asabiylikniki 75 xil alomatini deyotgan aşağıdaki bir sekreter o'xshaydi, mayli yo idoraning va yoki mahalla komitetining u deydi. Bu asabiylikning ta'siriga men uchirgan deydi-da, o'zini mizg'ab turib. Masalan biz burun haqla assalomu alaykum deb kurashgan, nikoh nimalariga borgan, nish orqali o'zining mush asabiylik ididi bo'lib, endi taxa shunda qutilganliklarini, boshqalarniki buni qattiq diqqat qilishlarini alohida ta'kidlab degilik endi. Yana gap deyotgan talaffuzi tipik Qashqar talaffuzi deb tushundim men gapida. Shunday Qashqar bir nimalar bor. Mushlarni anglagan vaqtlarda nimalarni his qildingiz siz bir hamda axborotchilar sifatingizda? U yerda shu qanchalik boy degandek hech qanday din bilan munosabatsiz va yoki millat bilan munosabatsiz bizning urf-odatlarimizni tamoman asosda yo'q qilishning nimasida girdobga kelyotdi. Shuning bu jamiyatga hammasiga bordi, boshqalargami deydi. Boy degandek bu faqat mushu bir rostana deyilyotdi, lekin bu tashviqot diqqat qilsangiz butun Sharqiy Turkistonda mushtaq bir tashviqot, mushtaq bir kalla juyish tashviqoti berildi. Yani sen Xitoyda yashaysan, dinsiz, Uyg'ursiz bir şekilde. Ama Xitoydaydi, Uyvarzo ya da Uyg'urlar degan Shaoshu Mingzuning birisi, minority groupning birisi. Lekin ularni biz burun deb kelatdik, lekin hozir rasmiy bir ma'murning og'zidan butun Sharqiy Turkistonda mushtaq bir ish yurgizayotganini aniq isbot bo'ldi. Endi Xitoylar qopib unda ish yo'q deyolmaydi. Unda ish yo'q bo'lsa, men nima deb hammamiz mush Qashqar Times va yoki boshqa qanday media chiqargan bo'lsa, menimcha yo bizni CIA yo bo'lmasa Amerikaning hukumatdan fondilayotgan birisi desa bo'lmaydi, chunki unda ishimiz yo'q. Amerika hukumati bilan hech qanday aloqamiz yo'q, chunki o'zimizning shaxsiy hayotimizda Amerika hukumatini ayblaymiz xato qilgan chog'da va yoki Turkiyani va kimsani bizning faqat tarafimiz Uyg'ur millati va Alloh yo'lida ish qilyapmiz deb biz shuni iddio qilganlik hamdi. Shuning bilan bumi boy degandek mustaqil media bo'lishning yana bir muhimlik davlatga bog'liq bo'lmaslik kerak. Rahmat bu jihatda Qashqar media, sizning Qashqar vaqt mediasiniki mustaqil bir media ekanligingizni deb keldingiz. Ya'ni kelsa zaman chet ellar qurilgan medialar va o'zallar boshqalarnikimi? Ular boshqa xabarlarni yozadi, ba'zilarni faoliyatlarni yozadi degan masalalarniki tipik vatachi qartliq ekanda. Aşağıdaki manbalarni yig'ish. Ash manbalarni To'g'ri, biz masalan bir insonlar xato tushunib qolmasin, biz masalan tashkilotlarning nimasini faoliyatlarini nim qilmaymiz, xabar ishlamaymiz va yoki vatan sirtida bo'layotgan har qanday faoliyatni bek ishlab ketmaymiz. Lekin masalan mushu Uyg'urlarimizda tunilgan ba'zi obzor yozg'izgan, mayli Dinlur xonim bo'lsin, Dinlur Rayhon xonim, Shuhrat O'shur deymiz va yoki boshqalar obzor yozishga, o'zining fikrini o'tirib qo'yishga, navoda Qashqar Times bilan o'xshash bo'lsa, shular ba'zan masalan tashqi masalan eng oxirida masalan Dinlur Rayhon xonimning masalan shu Fransiyada bir Xitoydan kelgan bir shu Parijda bo'layotgan bir faoliyatlar to'g'risida yozdi. Masalan yoki Shuhrat O'shur apandi shu Suriyadagi bo'lgan o'zining nimalarini deb berdi. Ularni chiqaramiz, lekin o'zimiz teshidagi har qanday bir faoliyatni yezib ketmaymiz. Voy palani Washington DC'da va yoki Istanbulda ishlar bo'lib ketdi deb yezib ketmaymiz. Eng yozganimiz masalan mushu Germaniya masalasi, ilqi ayolni udul Germaniyadan Beijing qaytargan. Endi u yanala vatanga Xitoyga chetishlik bo'lishga uni chiqardik, jiddiy bir xabar. Umi hatto eng ko'ringan xabarlar shu 2025 eng ko'ringan xabarimiz. Ya'ni bizning asosiyatdan %99 vatanning ichidagi xabarlarni chiqaramiz. Bizning alayligimiz bu. Ma'lum sebep nima ekanda, aslida qaratmalarni muqmash bir yo'nalish kerakda. Rahmat. Mesela nurg'un tashkilotlar bizga yozdi. Voy ma faoliyatimiz bor, ma bu chiroyli tushuntiramiz, utuqlik tilaymiz. Alloh razı olsun. Zaten bu ishni qilayotgan masalan Uyg'ur Post deymiz, Uyg'ur Times, bular yaxshi shu tashkilotlarimizning yaxshi faoliyatlarini tashviq qilib uni qilish kerak. Lekin bizning yo'limiz bu hamda. To'g'ri, yaxshi bo'pti, boshqalar hammasining o'ziga xos bir
deymiz prinsipi o'ziga xos bir xoslik bo'ladi medialarniki masalaniki asosan shu Xitoyniki sharq turgan epayotgan irqiy qirg'in jinoyatlarga shu naq dalil isbotlarni inglizchaga tayyorlab taqitishda hamda bu qaratmalar To'g'ri. ekan Eee, Boy degandek nurg'un fikrlar keldi. Qarindoshlarimiz ba'zan shu bizga yezib ketadi. Munda bo'yotir, anda bo'yotir. Biz amal bor shu ozroq manbasi bo'lsa deymiz-ku, bo'lmasa yozadigan ish bo'lsa, yozadigan narsa bakchiq kunda birini chiqarsak bo'ldi, vatanning ishida nima bo'layotgani. Lekin ozroq bir yo ovozliq, yo video, yo konkret bir Xitoy hukumatidan to'r betini chiqqan narsa bo'lmasa, biz qat'iy ishlamaymiz. Lekin not qilib olib qo'yamiz. Mushta narsa bo'layotgan o'xshaydi debchi. Keyin rost o'tirg'a shuning isbotimi paydo bo'lib qoldi. Ondan keyin ishlaymiz. Chunki biz ishlagan chog'da amal bor buning masalan bizga argument qildigan va men xato deb bir nima deymiz meyaring xato va yoki isbotlanmagan deb birisi deb qolgan taqdirdimi biz isbot bilan ta'minlaydigan shaklda. Aniga bizning yozgan shaklimiz shu. Faqat maqola, hikoya shaklida emas, qo'shimcha diqqat qilsangiz, mushu ovoz bergan chog'da qo'shimcha shu ovozni ayrim qo'yimiz shu yerga. Aslida qo'ymasaqmi bo'ldi, shu video yetarli, lekin qo'shimcha shu cho'ng mainstream media mushu BBC, CNN deymiz, ular ishligiz kap qolsa ishini qulaylashtirib berish. Chunki diqqat qilgan bo'lsangiz, bu cho'ng medialar ortiq bizning xabarimizni ishlamas bo'lib qoldi. Ishlagan taqdirdami qanchalik biz ularning ishini osonlashtirib bilalisak, ishligiz keldi. Shu nurg'un bu g'arbdagi medialar ammo tez chiqaramiz, o'rinliq borda, lekin biz asosan u tarjima ishlarini va yoki jarayonni to'liq anlatib beralisak, shu ishlagan chog'da ma'ni bir yerda isbot qilib ishlaydi atugin, yo bir sotda, yo bir State Departmentda, yo bir yerda ishlaydi va yoki boshqa bir media ishlatib qoldi deb shuni ko'z tutib turib bizning chiqarish shakli o'shini ba'zi maqolamiz sal uzunroq bo'lib qoldi. Chunki isbot shaklida qolib qolsin deb ishlagan shaklimiz o. Siz o'tgan mushalqa vatan berib kelganlar chiqqan materiallarni to'plab maqsadga Şinjanlık Uyg'urlar deb bir nimamizni ochdingiz Facebookda shunaqa. Nurg'un videolarni qilib nihoyatda selishtirma shakllarni qilib videolarni ishladingiz. Bu videolarni o'zingiz yig'dingizmi yo boshqalarga sizga yetkazib berdimi? Ba'zan diqqat qilsangiz, boshqa oldimga uchrab qoldi, ba'zilari menga ayrim avatidi. Hatto sizning narsalaringizmi men chiqarib qo'ydim. Masalan, Zumrat xonimmi ancha-muncha Zumrat Davud qarindoshimizni chiqarib qo'ydi. Ashay chiqarib qo'yamiz, ya'ni arqdishib mangsun debchi. Chunki bu bir xalqimiz tushunmayotgan. Masalan, siz bu necha kunning yaqin shu restoran asilsini o'tirib qo'ydingiz. Amaliyotda biz buni 2-3 yilning oldida o'tirib qo'yib bo'lgan. Bu nihoyat muhim masalachi, xalqimiz hal qilayotgan. Shuningga bu binavi xalqimiz tushunish kerakchi buni bu to'g'ri emas ekanligini. Albatta haqoratlanamiz, albatta nim bo'lamiz, lekin buni endi o'zimcha endi Alloh rizosi uchun qilayotgan bu bir pash qilishga tegishlik narsalar. Lekin pashqan chog'da o'zimizning ochig'ini chiqarish emas, haqiqatan mushuni deyilgan chog'da har qanday yashayotgan davlatimizning shularning bexatarligi uchun ishlatgan narsa. Chunki bu normal emas. Shu yerda irqiy qirg'inchilik bo'layotgan yerda bir mayli restoran ichish shakllari bo'lsin yoki berish bo'lsin hech to'g'ri emas. Endi o'sha restoranga kelib chiqib qoldi. Mana yozganimizni ko'rapsiz. Hozir vatanda mana cheklangan naqshi deymiz. Ondan boshqa asabiylikning 15 xil alomati deymiz. Bütün Uyg'urni ma'lum qilib qilmadi-da, ya ziyoli ya obodimida. Bütün Uyg'ur o'xshashda bu o'lcham emasligini. Lekin bu diasporada endi mush oshxona haqida tanqidlash yozgandan keyin bu tijoratchi bo'lgandan keyin uning aralashmasaqmi bo'ladi, pul o'zi topsa bo'laverdi. O pul topilgan shu bo'lgandan keyin endi shu asosiy xaridor Xitoy ekan. Onunga kirib siyosat darajasiga ko'tarib nima qilsa u bu degandek taqdirlar qolib qoldi. Siz bu ishlarga qanday qaraysiz? Filistinda nimalar bo'layotganini ko'rgansiz? 2 yilning yaqin, 3 yilning yaqin. Shuni farz qiling. Bir İsrailiyalik sizcha bir Filistinlikning, masalan, mushu chet elda deylar, bir Filistinlikning va yoki bir arab musulmonning oshxonasiga kira olamdi?
Aşını o'ylab beqing. Va yoki bir arab va muslim, masalan, men mumkin emas bir isroillikning ochasi mumkin emas kirmayman. Hmm. Ya'ni bir nimamiz borda bu yana bir narsa bu men yana birisi bir millatning masalan mayli Xitoy bo'lsin, qana bo'lsin bir Uyg'ur oshxonasiga kirishga men qarshi emas. Hmm. Lekin ularga nisbatan ularga masalan reklamlarni qilg'izib, ularni chaqatqizib, anda men mumkin emas faraz qiling bir Falastinlik, bir Isroillik kirsa oshxonasiga, oshi Isroillikning tilida Filistinliklar biladi, Isroillikni Yeah. majbur o'gitadi-ku masalan. Mümkün emas. Men uni parz qilaman. Biz oshlarni o'rganishimiz kerak-ku asli. Shuning bilan biz mushta o'ylashimiz kerak. Chunki u seni zulm qilayotgan millat. Ani kirib qolsa amal yo'q. Chunki g'arbda Ameliyat ular. yani. Lekin men nurg'un yerlarda ko'rdim. Yevropalarda, İspanyol deymiz, Avstraliya, nurg'un yerlarda ko'rdim. Mushu Isroillik kirib qolsa oshxonasi, sen Isroillikma deb tep chiqarib o'tadi masalan. Hmm. Masalanchu. Lekin boy degandek Xitoylar kirishga qarshi emasman. Lekin u yerda kirib va yoki menyusiga xitoycha yozg'izib, buni burun ta'kidlab o'tgan va yoki u yerda xitoycha gap qilib va yoki Xitoy mulozimatlarni, xitoycha bildigan mulozimatchilarni ishga ilib degandekcha buni qilishning hech bir hojati yo'q. Hmm. Agar uni yo'q, men Xitoy faqat Xitoydan pul topmasam yo'q degan uningdan oshmag'ining yaxshi. U ko'ngil, u vijdon qanday ko'tardi men hiç bilmayman. Diqqat qilsangiz siz paylaşgan videodami? Aşağıda bir oshpaz nima Korvatı. shu chiroyidan ajima loban emas, ilqi lobanda qoldim, ilqi patron emas. Şey korvatı. Qapqini turib tamoqni beryapti-da. Odam norozi oyada. Narazı bir kişinin ana bir narazılığı var. Şey korvatı. Shuningla bilan mushaqda azroq mush Filistinlik qarindoshlarimizni o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Hech bir zaman bir Filistinlik Isroilning qog'ozi va yoki Isroilliklar o'zining tamoqini setishni arabcha tilida reklam hech qanday yerda bermaydi, e'lon bermaydi. Rizq Lekin Allah başka rizqni berdi. Agar mağandagan ish bo'lsa, Allah rizqni berdi. Mening hayron qolganim boy degani yana taklifda Xitoylar kiraversa bo'ldi Uyg'ur oshxonasiga, lekin Xitoy rahat bir şekilde kiremesi kerakchu. Rasmiy bir Downtown mesela kirgan taqdirdami? Hmm. Mesela mushu Yahudilar ba'zan kirdi Arab musulmonlarning yoki Filistinliklarning oshxonasiga. Hmm. Lekin ular Filistinliklarni qo'llaydigan Yahudilar kirdi. Shularning nimasini qo'llaydigan Filistinning huquqini qo'llaydiganlar kirdi. Undaqlarmi jiq. Shuninga mushaqda jiq to'xtalmayli bu temada. Mencha nimiz nim bo'ldi. Lekin mushuni darslashimiz kerak mush qarindoshlarimizdan. Hem hozir siz Falastin ve İsrailiye meselesinden çıkış kılıp dediğinizde hemen Tibet'ten değil, Tibetlerimizin takdirimiz okşaş. Tibetlerimizin Şarkı Türkistan okşaş, Xitay Tacazın tarafından beslenilgan. Tibetler Budist deyimiz de biz yaratmayımız aşağıda kapır deyimiz de. Tibetlerin aşkınsın hiç kandığı da taşkat yok. Tibet yazığı var her kandak nemede. Hem Tibet bayrağı mesleği. Biz aşxonlarga dedik, hem chaqiriqdimi deb qoldik. O'tgan Abdusjil Qarliq muallimlar o'tkazgan suhbatdami oshxonaga Xitoy kirmasin demaymiz, kirsin. U bir xarida bo'lgan ekan, g'arb davlatlari uni cheklayotgan olmaydi. Bo'z oshxonaga bayroqdan bir esib qo'yinglar, bayroq osanmisanlarmi? Eng tuvan chekda bizning ona tilimiz chuqur bo'lsin. Yeziq bo'lsin, oshxonaning bo'lsin, Xitoy yozma qaysi davlatning tili qaysi davlatning yerlik tilida yozinglar desak, yani biz Uyg'urlar shu har qaysi davlatlarniki nima Xitoy bozori bor deydi, nima deydi qiya uni Xitoy bozorlarida. Tangrinjami? Tangrinjer ochdi ekan, o'sha yerda nima qildi ekan, Xitoy tomoq sotadigan bo'lgan Xitoycha yozmay nima qildi deydi. Bu Xitoy bo'lmasa, bu davlat. Bu davlatning bir tili bor. Biz Xitoyga sodiqlab, Xitoyga nimamizni ifodalamay, zihniyatimizdagi Xitoyga ro'yqullikni siyosiy planlab shu yerda yashayotgan bo'lsak, shu davlatning tili bilan Uyg'ur tilini nima qilsa bo'ldi emasmi? Xitoylik bilaydi shu davlatning tilininkini. Müşteri desek bununla alakası ticaretle çıkarılışı oldu. Bu arada Xitoy mana vatanda asabiylikning turiga bütün Uyg'ur sulog'liqda biz ham diaspora siyosatini tilab, ham uni siyosatga so'qmayli, onda qilmayli, yaxshi odamni u da biz bilan yaxshi yomon deb oramidi. Millatning o'rtaq yuzobro'yi, g'ururi, vijdon dafsani qilmasin. Millatning masalan hozir mushu 75 tur asabiylik turining shuni qo'llanib turib sizga, menga mushu mazmunlarni o'tirib qo'yayotgan, men xato deyotganni, Xitoyning 75 turining bizga qarshi ishlatyapti-da.
Ha, Abdurrahim sizlar bek asabiylashib ketdinglar, Arslon sizlar bek asabiylashib oshini bilish kerak-ku. Sizlar shundoq. shu Xitoyning tashviqotini ishlatish, qonun ishlatish orqali bizni ayblayapsizlar. Ha. Bir o'ylab beqinglar nima ish qilayotganingni. Sizlar Uyg'ur tarafdami va yoki Xitoy tarafdami? Shuni o'ylash To'g'ri, kerak. ha, mana yaxshi bir savol bo'lib qolib qoldi. Hmm. Shu narsani o'ylab boqinglar. Biz kim uchun, kimning g'ururini, kimning yuz obro'yini deb Hmm. qilyapmiz tanqidimizni. Ya. Xitoyniki asabiylik qo'ygan 75 o'lchami bo'yicha o'zingizning Hmm. tarozi sayib boqinglar. Sizlar Xitoy tarafda turyapsizlar va yoki o'z millatingniki o'rtaq manfaat haqida turyapmiz. Mana bir yaxshi savol bo'lib qoldi. To'g'ri. Endi yana bir savol Arslan, endi sizniki endi hozir qanday yana yangi temalarda xabarlarni ishlayapsizlar sizniki bu shu Qashqar vaqt Mhm. mediasi. Ba'zan Yani bizga hozir sizlaringizga endi vatandan biz manba ayirib, o'sha xalqaroga yetkazyapmiz deysiz, ana Mhm. undan boshqa yana bir planlaringlar bormi? Yani qanday yangi temalarda? Asosiyatdan biz maqolalarimizni oz deganda haftada bir chiqaryapmiz. Buni amalda shu qanchalik hozir shu ayolim ikkimiz ishlayapmiz. Buni cho'ng'itib, albatta moddiy destek berayotgan qarindoshlarimiz bor. Buni tema haqida desak, ba'zan bizning sahiflarimiz diqqat qilsanglar, ba'zan savollarni o'tirib qo'yamiz. "Ma haqda birimi bilamsizlar? Ma'noda xabaringlar bormi?" deganda shu chog'da faraz qilsanglar bo'ldi. Oldimizda qaysi temalarni o'tirib qo'yishimizni, shuninga shu bizning sahiflarimizni takip qilishinglarni umidmiz. Yani tema haqida mushtaq hamda amini deb bo'lmayman, lekin yana ovozlar bor inshaalloh, mushu maxfiy ovozlar. Shuni sahifalarimizga diqqat qilib, inshaalloh yordamchi bo'la olsanglar, chunki ba'zan uchurlar keladi, uni aniqlashimiz kerak va yoki texim cho'nqurliq bir shaklda uchurlashimiz kerak. Nurun qarindoshlarimiz bor, iliqi yuz chiroyini ismini chiqaramaydi, lekin mushu ismini chiqargan mushu nima deymiz, ulg'on shu bilim odamlarimiz bor. Ismini atamayotgan ashular bizga ba'zi xabarlarimizni to'g'rilab beradi. Shuninglar diqqat qilishinglarni umid qilamiz hamda. Rahmat, endi siz bu Qashqar mediani qurib, mana ayolingizlar ikkinglar Mo'ng'iz Bangabiston o'zimni ko'ryapti, haqiqatan xush bo'ldim men bu. O'sha Mhm. Erkin Osiyo radiosidan taqilib qolish bilan yana bir yangi bir medianiki o'ttirg'i chiqishi, sharqqa turayotgan irqiy qirg'inchilikni yani jonliq dalil fakt isbotlarni xalqaro ingliz tilida buni oshkorlab berishi bir bo'shliqni to'ldirdinglar-da endi. Mhm. Yaxshi xabarni ishlab keldinglar. Endi sizniki xalqdan kutadigan qandaq talablaringlar bor? Masalan, millatimiz uchun tirishchanlik qilib, bu fidoyilik qilib bu xizmat etmayapsizlar. Unda xalqimiz sizlar uchun nima ish qilib bera oladi? Xalqimiz biz chiqargan xabarlarimizni foydalansin, o'qisin, yangi shu o'zining vatanida. Chunki ya men Sharqi Turkistonda tug'ilmagan. Alhamdulillah men jiq borgan vatanimga. Eng oxiri borganim 2014-yili. Lekin o'zimni Uyg'ur deyman, lekin qanday bo'lsin, Uyg'ur shu yerdagi Sharqi Turkiston, shu yerda tug'ildinglar, shu yerni suyini ichdinglar, shu yerdagi iliqi bir beg'inglar bo'lsin. Boy degandek masalan Erkin Osiyo radiosi taqildi. Garchi siz, men va boshqalar nurg'un burun tanqidlarni qilsak, hammamiz Erkin Osiyoning yo'qolishiga qadrini yetyapmiz deb o'ylayman. Xabardor bo'layli. O'zinglar illa bizdek ekronga chiqib tushuntirish emas, o'zingizning ichidagi do'stlaringiz, xizmatdoshlaringiz anglashga tirishinglar, Uyg'ur bo'lib, Sharqi Turkistonlik bo'lib yashanglar. Masalan, boy degandek mushu amaliyotda men jiq to'xtalg'im yo'qda. Ammo masalan mushu restoran yemisidimi? Biz masalan boshqalarga o'xshash deyman. Xinjiang desimi? Ha, men tana Xinjiang deydi-da. Masalan shuni qanday tushundirdi? Masalan boshqalarga men Xinjiangdan keldim desa, va yoki mana shu Uyg'ur xalqini bilmaydigan, East Turkistonni bilmaydigan insonlar bayrog'inglar qaysi desa, qaysi bayroqni ko'rsatadi? Qizilnimi, ko'kinimi? Yo'q, yana o'zingiz boshqa cho'ng talab emas. Xabardor bo'ling o'zingizning vatanda qanday bir zulmlar bo'layotganini, Uyg'urdek yashang. Uyg'urdek yashang, Uyg'urdek gap qiling, Uyg'urdek Amerika nurg'un masalan Xitoyga assimilyatsiya bo'lmaymiz deymiz, lekin nurg'un Uyg'urlarimizmi Amerikada, Avstraliya, boshqa yerda assimilya bo'lyapti-da masalan. Shuning bilan Uyg'urdek yashang, xabardor bo'ling. Qashqar Times'ni moddiy va ma'naviy jihatdan
qo'llashinglarni umid qilaman. Chunki boy degandek boshqa media yo'q. O'zimiz maqtag'animiz emas, lekin vatanning ichida faqat mushunga odaklangan, fokus qilgan boshqa bir media saytimiz yo'q. Shuning bilan bizmi albatta teg'imi yaxshi o'zimizning millatiga xizmat qilg'imiz bor. Shuningga hammamiz bir-birimiz yo'llasak, yordamchi bo'lsak deb shu umidim hamda. Rahmat. Endi bu diasporaga chiqqan yashayotgan Xitoylarmi deymiz, bizniki Uyg'urlarniki bu duch kelgan Sharq Xitoy tajribaning sharqqa epirgan irqiy qirg'inchiligini bilmaydi emas, biladi hammasi. Bizning nima uchun bu g'arb davlatlarda yashayotganligimizni obdan biladi, bilmaydi emas. Biz ming yoshirib Xitoy shu mustamlika qilgan nomni ular shunda qadar yaxshilab ko'ringan bilan ular faqat qo'zg'on to'yg'usiz kichkina maoshini chiqarsa daliqi qaqa qilib kulib nayt qilib turgan bilan ishidan tortib bir nima borda yana tekanlik nima qiladi sen erkin davlat turibmi yana bizga mushunda qilasan-ku deb ko'zga bilmaydi nimasininkini. Shunga azroq bir vijdonimiz, g'ururimizda yashayli. Biz o'zimizni qancha yushugan bilan bu biladi, dunyoni biladi, bilib ketdi. Shu dünya bilib ketgan Xitoylarni biladi. Ham bu diasporadagi Xitoylar masalan Kanadadan bir Xitoy bir vaqtlik nimani ko'tarib jazolarning rasmlarini yig'lab ketgan Xitoyning videolarini ko'rdik. Shundaqqa kirib nurg'un Uyg'urlarmi nimishmish Xitoycha biz bilolmaymiz deb undan boshqa bizning vatanga berib jazolarniki videolarini ilib dunyoga oshkorgan Xitoy oshkorgan vaqtim voy deb Xitoylarni shu nima qildik masalan. Shu Xitoylar bilmay qolamda shu oshkorlar tomoq yegilib kelgan Xitoylar va boshqa yashayotgan Xitoylar ularga nisbatan Şinjanlıqni desa, men Şinjanlık emas, Xitoy bizni besib olgan. Va uni boshqa bir shakllarda otib bo'ladi bu narsalarnikini. Shunga buning azroq bo'lsa-mi, o'zimizniki, millatiniki yuz obro'yini, g'ururni o'zimiz qo'g'dayli. O'zimiz qilmasak, xalqning oldida teqdimmi, g'ururimiz yakunlangan gapda, g'ururimizni o'zimiz nima qilib olamiz. Bunun bir sababi baydegan xabarsiz qilish-chu, masalan, esingizda bormi, necha yarim yildaymi shu Zumrat Davud qinishimiz bir Turkiyadan borgan bir yog'liqi bilan chiqqan bir ayolning Urumchi aeroplan stansiyasi yog'liqi bilan chiqyotirdi. Shu esingizda bormi shu video? Bor. Shuni kirmas shuning tuqqanli yog'liqni avatsizlar deb da'vatlar. Demak, shu ayolmi shu yerda qanchalik besim bo'layotganini, islomning cheklanganini xabarni ko'rib turmagandan keyin hamish normallashib ketibdi degandek, ma do'yindagi videolarga, sinlarga Xitoyning xabariga ishinib kelayotgan Uyg'urlar bor. Shunga bosh ver, bo'ldi qilgan, o'tib turdi. Shunga xabarda bo'lgan odam buni qilib bo'lmaydi. Shuna mushunday narsaga diqqat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Chunki biladi degan bilan afsus hukumatlar masalan Amerikani deb aytsak, Amerikada 1300 dan ortiq shu inson haqlari State Department'dagi inson haqlarini ishlaydigan insonlarni ishdan chiqaribdi. Shu va yoki ixtilliq bildigan shu State Department'ning ichida necha yuzni chiqaribdi. Shuningga Aslida bo'lgandan keyin masalan xabarlarimizdami har zaman yo Amerikani yo Turkiyani har zaman maqtab vermay, mundaq ko'zga olmayotidi bizni. Agar Amerika Uyg'urlarni setayotgan bo'lsa, nima uchun setayotidi? Biz berib ko'rishaylik, qanday tuztimiz. Agar Amerika Uyg'urlarni qo'llayotgan bo'lsa, texmi shularning qo'llashiga erishish uchun qanday ishlar qilishimiz kerak? Va yoki Turkiya, tunigan ko'yding Hakan Fidan Xitoy hisobda Xitoy taraf Uyg'urlarning gapini bunda qo'yiblam qilyotidi. Shu yerdami agar Turkiya hukumati Uyg'urlarni setayotgan bo'lsa, satmasligi uchun qanday harakatlarda nim qilishimiz kerak? Buni o'tirib qo'ydigan shu yerda bir mustaqil bir media bo'lish kerak-chi. Shuni men da'vat qilaman, o'zimiz mustaqil Sharqi Turkiston istaymiz, lekin o'zimiz mustaqil o'zimiz tashkilotlarimizni va yoki ish yerimizni mustaqil bir shaklda yurgizishimiz kerakki, shuni o'tirib qo'yaylik. Bo'lmasa mening diqqat qilgan narsa to'xtamay Uyg'urlarni ko'ngilni yerimini qilg'idak bani bor deyish kerak-chu. Navada bir ish yaxshi mangmayotgan bo'lsa, uni ochiq deyish kerak, hal qilish kerak. Yangi ishchida emas, o'tirib chiqarish kerak. Bo'lmasa yuzimizga yaxshi bir natijalarni kelib chiqarmaydi. Na to'g'ridan hozir men yangi ishni hal qilishdan ochiq qilish kerak degangiz emasmi? To'g'ri. Bir narsa men yozyapman, Xudoyim o'zi bir necha kun e'lon qilaman. Hozir ham desangiz, masalan bizim bu diasporada mana shunday qilib Uyg'urlarniki siyosiy va ijtimoiy siyosiy hayotida nimasi bo'ladigan rasvochiliklar, sharmandachiliklar, ayni Xitoy qo'shmat qildigan, vatandan Xitoylar mollarini kelib sotadigan,
Mhm. Shundaq hatto mush Temu, uningdan boshqa Sheinninki chaqatgan halqi Facebookda taqatgan ash Mhm. narsalarga loyiq birdigan, ashuni Mhm. taqatganlar hisobda kim bilan bir tarafda Uyg'urlar emas, Xitoy bilan bir tarafda turayotganlar-da hala. Mesela en azından ökende biz muqam bir Uyg'ur bozori u bu degan narsalar bor shu Instagramlarda. Qarasangiz, shu da'vogarlar deymiz, shu muxbirlar deymiz, bizning o'zimizning muxbirlari ashada takip qiliqliqda. Ular U ashunaq ashu Xitoy sili degandek, ashu Xitoy malini setayotgan bir hisobot, bir akkaunt shundaq aktivistlarimiz shuni takip qilgandan keyin boshqa shu siyosat bilan bek munosabat yo'q insonlar bu bo'laverdi-ku degandek amaliyotda o'zimizmi, men ularning qatorida emas, lekin shundaq insonlarimizmi mushu da'vorimizga dog' keltiryapti-da, mushu jihatdan. endi xo'sh, Shunga nimani takip qilyapmiz, nimani like qilyapmiz, qattiq diqqat qilishimizga. O'kandimi mushu vatanga borgan birisining bir nimasi uchrab chiqibdi Instagramda. Qarasam, ismini demayman, lekin musha da'vo ichida bor birisi ashuni like qilibdi. Demak, ashuni ko'rgan inson bu normallashib ketibdi. Ashu siyosatda bor inson shu ishni qilayotgan bo'lsa, shunga mushu ishlarga diqqat qilsak. rahmat. Buni yaxshi tilga oldingiz. Men buni diqqat qilib kelaylik, hatto xotir qoldirib qo'ydim bu to'g'risida. Undan boshqa bu da mush oshxon to'g'risida yozma yozib e'lon qilgandan keyin bir qarindoshimiz yozibdi. To'g'ri mush oshxonlarni tanqidlash kerak deydi-da. Lekin bu oshxon bilan cheklanib qolmay, mushta Xitoyniki asharqi Temu, Shein, uning qachgan o'sha Uyg'ur majbur emgaklar yasagan ash narsalarni kelib tashviq qilayotgan, setayotgan, Xitoyda malak kelib setayotganlar va mushlar to'g'risida tanqid qilmaysizlar deb yaxshi savoldan birini qo'yapti-chu. Unda tanqid qilaylik, biz hammasiga yetish bo'lmaydi ekanmiz. Ya material bilan ta'minlanglar. Yoki bo'lsa hamma Uyg'ur bizmi ash Xitoy asabiylikning 75 turi deb butun Uyg'ur shu kategoriyaga elib, ashni qilayotgan bo'lgandan keyin biz shuningga qarshi mayaqda bir antivirusimizni qilib, kim Xitoy bilan bir saf turyotidi? Kim haqiqiy Uyg'urniki manfaati, vijdoni, g'ururini qo'g'dayotidi? Unda qolqas mening sepim Xitoy bilan bir saf bo'lish kerakmi? Va yoki men erkin davlat yashayapman, Xitoyga qarshi o'z millatimningki vijdoni, g'ururini qo'g'dab haq yo'l turishim kerakmi deganni o'zlarining vijdonini so'rab boqinglar. Bizniki bu tanqidimiz to'xtab qolmaydi. Bu tanqid bir jamiyat bo'lish kerak. Bizning tanqidimiz hargizmi ma'lum bir shaxsningki qilayotgan uning xarakterini, mijoz xulqini, shaxsiyatini aytish emas. Faqat uning qilayotgan ishidagi yolg'onchilik, soxtalik, kazzoblik, byurokratlik qilayotgan ishi ko'rinishida to'g'ridek qilgan bilan bakrak ishkirlab kirsak, u Xitoyningki manfaatiga to'g'ri kelib qilyaptimi ishni yoki Uyg'urning manfaatiga to'g'ri kelib qilyaptimi? Biz ko'zlagan nuqtamiz mana o'lchimiz bu. Bu nuqtirib o'lchaymiz. Shuningga bizimiz sezgir, sizlar sezgir bo'linglar. Bizning nima taqiti deb, nima qilayotganinglar avval aqlingizdan bir obdan o'ylab, mening qilayotganim kimning foydasiga bo'layotidi? Bizning foydasigami yoki dushman Xitoyning foydasigami degan obdan o'ylab boqinglar. Avval o'zingizga savolni qo'yib, akam chiqaringlar, akam biz uni tutib olib, lekin fuchur kelib qo'limiz taqatgan vaqtida oppa-shaplar kelib oyoqdan hujum qilib, oyoqdan hujum qilib qilmoqchi bir jamiyat deganda bo'ladi. Biz g'arb davlatda yashayapmiz mana. Xuddi Amerika Zongtan prezidentni qo'llaydiganlar va tillaydiganlar bor, shunaqmi? Erdo'g'anning shu, hamma davlatniki shu, yaxshi ko'rdiganlar va yaxshi ko'rmaydiganlar bor. Shunday bo'lgandan keyin bu yaxshi ko'rish, yaxshi u boshqa masala. Biz haqni yaxshi, yomon deb uni yaxshimanlik baho bermaymiz. Faqat qilayotgan ishi millatimizning o'rtaq manfaatiga foydalimi, ziyonlimi? Uni qilayotgan ishi millatniki sharfi, g'urur, vijdonni qo'g'dashmi yoki buning xiloflik qilib Xitoy bilan bir saf turyaptimi? Biz buning qarta o'zimizning tanqidini o'tirib qo'yamiz. Shuninga masalan sizmi inshaalloh shu xizmatingiz davom qilamanmi, davom qilaman. Chunki ba'zan voy bu besim bo'ldi-da albatta asta siz degan hujum kelsa, lekin o'zingiz to'g'ri deb ishongan bo'lsangiz, men Alloh rizosi bunuchi qanday mushuni o'tib ketish uchun menga nisbatan mushuni hammasi ibodatchi. To'g'ri. Hammasi ibodat. Efendimiz sallallohu alayhi vasallamni dastlabda shu Makkadagi chog'da agar dunyoni istagan bo'lsa, shu dunyo bor. Efendimiz sallallohu alayhi vasallam uchun shuninga vaqt hamini belgilaydi, jahon uzun deydi. Shunga hozir bunda nima bo'lgan bilan atgun to'g'ri debdika. Masalan, misol keltirsak, masalan, shu 10-oyning 7-si 2023 dan keyin biz sepimizda tanladik qaysi tarafda bo'lish uchun. U chog'da men nurg'un tanqidlarga uchradim, lekin vaqt belgilab hamma ishlar
biz degandek chiqdi. Chunki Alloh yo'lida mangan inson mumkin emas. Qat'iy xor bo'lmaydi-chu. U mukofotni, uning nimasini bu dunyoda ko'rmasin, a dunyoda ko'raman, buni ishinib turib qilamiz. Masalan, tomoq etgan chog'da umi bir ibodat, halol tomoq deb tanlaymiz. Bizning vatandagilar halol, harom deb deyamaydi, o'zingiz ko'rdingiz. Halom, harom tomoq yeb bo'lgandan keyin qo'saq to'ygan chog'da duo qilib qo'yib ketdim. Unda hech qaysini qilolmaydi. Muslim hammasi uchun ham ibodat, ham Xitoyga qarshi turish bir harakat. Muslim hammasi assalomu alaykum deyish, Uyg'ur bilan Uyg'ur to'y qilish, halol harom bilan ayirish. Nurg'un insonlar siz bunday qilsangiz, Yevropa, Amerika halol haromni ayirmaydi. Voy to'qo go'shtiga, qo'y go'shtiga ya urdi. Ashuni ayirishmi ham ibodat, zaten farz, hamda Xitoyga qarshi turish bir harakat. Deyli. Menimcha bir soatni to'shab qoldi. Inshaalloh yana bir paranglashgan fursatimiz bo'ldi. Qolgan inshaalloh. Rahmat Arslan, bugun nihoyatda yaxshi bir temada, yaxshi bir suhbat qatnashib berdingiz. İnşallah. Az ko'rmanlar bugun Arslan idorati bilan birlikda olib borgan Sharqi Turkistondagi biz bo'layotgan Xitoy irqiy hozir davomlashayotganligini, bu insonning aqli tasavvur qilolmaydigan darajaga cheklamalar, tilimizdagi, dinimizdagi va san'atimiz qartilgan oshkor hujumlar ustiga to'xtaldik. Bir millatning salom soatidan tomoq duosigacha, o'nglagan naqsdan kiyim kechakligicha hammasi jinoyat deb bekitilishi bizga bugungi vaziyatning naqadar xatarlik bir bosqich ekanligini yana bir qatim eskartib turmoqda. Ammo Arslan apandim o'xshash fidokorlar tirishchanligi bilan bu faktlar yushurlikdan oshkorga o'tdi. Mana butun dunyo taqoldi inglizcha Qashqar xabarlar kanalida. Buning uchun Arslan apanga ko'p rahmat aytamiz. Bugungi qimmatli vaqtingizni chiqarib bizni anglashchilarimizni eng yangi xabarlardan xabarlantirganingizga ko'p rahmat aytamiz. Bu ishlaringizga utuq tilaymiz. Alloh xolis oldimiz yana sizlar ekranimizga pat-pat taklif qilib turamiz. Unda sizga ko'p rahmat. Sizga rahmat, anglashchilarga rahmat. Yana anglashchilarga deydiganimiz YouTube kanallarimiz ergishib olinglar. Qashqar Times'ning bo'lsin, mayli bizning Uyg'ur choyxonasi bo'lsin, boshqa medialarning bo'lsin, hammasi ergishib Uyg'urning faoliyatini qo'llaylar. Kim uchun qilyapti? Xitoyga qarshi Uyg'ur manfaati uchun qilyapti. Hammamizni qo'limizdan kelishicha qo'llab qo'yaylik. Hammani qo'llab-quvvat, kelinki soni ko'rishaylik. Xo'sh. Va alaykum assalom, rahmat.